Tarix va madaniyat instituti 4-kurs talabasiman. Men O'zbekiston Milliy kutubxonasining o'quv zallari xizmati 2-toifali mutaxassisiman. Kutubxonamizda 8 milliondan oshiq axborot resurslarimiz mavjud. Kutubxonamiz 7 qavatdan iborat, 5 qavatli yer ustida va 2 qavatli yer ostida kitob fondlari saqlanadi. Hozirda 13 tadan oshiq o'quv zallarimiz mavjud. O'quv zallarimizda kitobxonlar bemalol foydalanish uchun ochiq fondlar tashkil qilingan. O'quv zallarimiz bir-biridan farq qiladi. Masalan, jahon zalimizda 75 tildagi kitoblar, axborot resurslari mavjud. Undan tashqari istiqbol zalimizda o'zbek va rus tillarida badiiy adabiyotlar va sohalarga doir barcha kitoblar mavjud. Ijod zalimizda ijodga doir barcha mumtoz adabiyotlar, undan tashqari nota nashrlari ham bor. Ilm zalida 1991-yildan buyon respublikamizning barcha sohalarida himoya qilingan ilmiy va doktorlik dissertatsiyalari saqlanib keladi. Unda 20 mingdan ortiq ilmiy dissertatsiyalar, doktorlik himoya qilingan ishlari saqlanadi. Fonddagi dissertatsiyalar qo'lyozma va elektron shaklda mavjud. Kitob berish kafedrasida yopiq fondda kitoblarni buyurtma qilish asosida qabul qilib oladi. O'zbekiston Milliy kutubxonasi 1870-yilda ilk bor Toshkent ommaviy kutubxonasi sifatida ochilgan. 1920-yilda kutubxonaga davlat kutubxonasi maqomi berildi va 2002-yilda esa milliy maqomini oldi va shundan buyon O'zbekiston Milliy kutubxonasi sifatida o'z faoliyatini olib boryapti. Bugungi kunda kutubxonamizga bir kunda 1,5 mingdan 2 minggacha bo'lgan foydalanuvchilar kelib foydalanishadi. Kutubxonamizda 15 ta o'quv zali bor. Ushbu zallarni barchasini ko'rishingiz mumkin. Foydalanuvchilar bilan to'lgan. Hozirgi kunda joy topib bera olmayapmiz, kuzatishingiz mumkin. Hatto javonlarning oralarida yerlarda ham o'tirib kitob o'qishini kuzatishingiz mumkin. Bugungi kunda aholimiz orasida yoshlar kitob o'qimayapti, aholimiz kitob o'qimayapti, kitobdan uzoqlashib ketdi degan fikrlarni eshitib qolamizda. Ushbu fikrlarni aytayotganlarga biz shuni ayta olamizki, O'zbekiston Milliy kutubxonasiga keling, bu yerdagi jarayonni kuzating, fikrlaringiz noto'g'ri ekanligini o'zingiz ham tushunasiz. Bizning O'zbekiston Milliy kutubxonamizda 8 milliondan ortiq fond mavjud. Siz o'zingiz xohlagan adabiyotlarni, manbalarni bu yerdan topishingiz mumkin bo'ladi. Bizda bu fonddan tashqari barcha xorijiy ilmiy ta'limiy bazalarga ham bizning kompyuterlarimiz ulangan. O'zbekiston Milliy kutubxonasida turib xohlagan davlatingizdagi ilmiy ta'limiy bazalardan, ilmiy jurnallardan, dissertatsiyalardan bemalol foydalanish imkoniyati bizda yaratilgan. O'zbekiston Milliy kutubxonasi 8 milliondan ortiq 10 millionga yaqin kerak bo'lsa fondi bilan O'rta Osiyodagi eng yirik kutubxona hisoblanadi. O'zbekiston Milliy kutubxonasi bir qancha tashkilotlar, bir necha xorijiy davlatlar elchixonalari bilan hamkorlikda ham ochgan zallarimiz bor. Mana ayni turgan xonamiz Koreya elchixonasi bilan hamkorlikda ochilgan zalimiz hisoblanadi. Yonimizda esa Amerika, AQSh bilan hamkorlikda ochilgan zalimiz bor va Turkiya zali bor, Xitoyga nigoh zalimiz bor. Bu zallardan foydalanish orqali shu davlat tili, madaniyati haqida ma'lumotlar beruvchi adabiyotlarni aynan mana shu zalimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Demoqchimanki, foydalanuvchilarimiz uchun, ayniqsa til o'rganuvchilar uchun yetarlicha imkoniyatlarimiz bor. Albatta kutubxonaga keling, foydalaning, vaqtingizni samarali o'tkazing.